Trump nima saylanmaz gildimi, men bo'lgan bo'lsam bu urush asla chiqmaydi, men huquq kelgandan keyin anda qilmaman deb. Masalan, shu butun dunyoning kun tartibli qiziq nuqtaga aylanib ketgan Zelenskiyni Oval ofisda uyda kutib olgan vaqtida hamda Rossiya ajoyib xush bo'ldi hamda u yerda Trump azarlab qilgan butun ko'rinishlarni albatta xabarimizdan ba'da qo'yamdi. Hamda Rossiya bilan yaqinda ko'rishganligini bildirgandi hamda. Lekin bu shu ko'rinishdan keyin Trump bilan Zelenskiyninki ko'rishishidan keyin xuddi Rossiya hozir biroz ishib olgandek Trump yaqinda ko'rishmaydi degandi. Hozirgacha bir ko'rishish bo'lmadi. Rossiya qaytadan bir kuchlangandek bu yig'indan keyin Putin harbiy kiyimlarni kiyib texmbak Ukrainaning nurg'un burun qo'ldan ketgan yerlarni ilyotdi hozir. Bu Ukraina Rossiya urushi nadinlargacha davomlashmoqchi bundan keyin sizcha Amerikaning Trumpning yaqinda ko'rishish ehtimoli qanchalik? Bu urushni to'xtatish nuqtasidan masalan. Hamda bu Trump'nınki soda uruşuda bir hesaplaş vardı. Yani qaysi devletten qancha % alımızda. Hoş. Eğer de şu Amerika Rusya arasındaki ticaret somunu yani soda somunu da hesap kılan takdirde Rusya'dan %36 iliş lazım hem de. Tam o başını. Ama Rusya'dan amıdır. Yani Rusya'dan amıdır diyelim alaka kösetken tızımlıkta Rusya yok. Hem de bununki düşündürüşü bu Rusya bu ambargonun aslında bu kıyınçılıkını tatvatıdı. Dep düşündürüvatıdı. Demek ki şu Trump hükümeti Rusya'ya boğan bir ayrım bir söygü yani tırnak içinde söygü badek turu değil mi? Hoş. Belki maksatı şu Ukrayna uğraşını tok tutuş. Ama Rusya onda alakalı Trump nimdisi makul deydiğen Rusya emez hem de biz bilmez Rusya onda bulmaydı. Ama Trump'ın yaratkan bunda bir fırsatını mı Rusya kaçırmaydı hem de. Hoş. Olsa şu Putin'inki Ukrayna üstündeki bazı maksatları batı o. Mesela Ukrayna'da hakimiyet özgürlüğü lazım ve hakimiyet çokum Rusya'ya dost buluş lazım. Ukrayna NATO'yu kıramaydı, Avrupa Birliği kıramaydı. Ukrayna şu kurallık gücüne kuramaydı. Xavfsizlik için sakçı maktı degenlerini kılalaydı. Şununla bu maksatga Putin erişemedi. Şununla bu Trump bilan müzakere qilgan jarayonda belki degan maqsadga erishish uchun texmi nima bu sodalashga texmi kirishini deb o'ylayman. Putin Xi Jinpingga o'xshamaydi deb o'ylayman. Ya'ni Trump bilan so'zlashidi deb o'ylayman. Boshda misoliga o'zininki mesajchisini evitidi, onun keyin tashqi ishlar ministrini evitidi. Ahir hamma nima tayyor chiqqan chog'da undan keyin Trump bilan ko'rishish mumkin. Ammo angacha shu Ukrainani qurbon qilayotgan bo'ladi. Ammo Yevropa buningga pek unmayotdi. Xo'sh. Yevropa Birligi shu nima shu Putinninki maqsadga erishtirmayli. Bugün eğer de Ukrayna'nın yutib olsa, ertesi şu Şarkı Avrupa'nın yutib oldu ve Avrupa'ya en çok tehdit şu Rusya'dan keldi oldu. Ama bu Trump hükümetinin adamları şunu da vatıdı. Rusya'nın ki tehdidi, Avrupa'ya boğan tehdidi silahının işine. Şunun Rusya'ya karşı silah takabül durumda. Şunun silah çıkarak pul kaçlanlar. O bunda var. Ama Avrupa'nın ki Ukrayna'nı kollaydıgan ya ki Ukrayna'ya şu kural cetten, maddi cetten yardım birişini mi Amerika hoş kömeye vardı değil mi de? Şunun bir yerde yani bulunduk bir mesele var. Yani Rusya, Avrupa Birliği, Amerika. Bu mesele belki bir mezgil devam kılıdı ve ahir kelgan chaqda şu Trump'ni
Putin bu fırsatını çın tutilib alıdığanı alıman deydigan bir kararlılıknımı his kılıdı dep oylayman. Şunuğa Trump'nınki men bolsam bunda jang bolmaptı degan gap biraz nima rast gapdek bolmadi hamdi. Çünkü mana hakimiyetga keldi birinci aydan. Hazırgacha mana jangning to'xtagani yo'q. Çünkü bu undaq asan bir mesele emas. Ama siyasi jihatda o gaplarni deydi hamdi. Ama amaliy jihatdan buni hal qilish undaq asan to'xtamaydi. Shuningga Ukraina meselesini bir mezgilgacha davom qilish mumkin. Misalga şu Zelenskiyni, şu Ukraina prezidentini almashtirish misalga. Bunu Putin belki talep kısmı bu Trump ma'qul deyish mumkin. Ve Zelenskiyning yeriga kelalaydigan birisini belki izlab tepib tayyor qilayotgan do deb o'ylayman. Yevropa Birligiga, NATO Birligiga ilinmaydi deganimi Trump tarafıma kabul qilish mumkin. Ama Trump Putin bunchilik bilan bunchilikni yetadi demaydi hamdi. Tamamen şu Ukrayna'nın özününki himoya ostiga ilishga tirishdi. Yani Rusiyaga qaytilishni tirishdi. Ondan keyin bu nimalar Moldova deymiz, Georgia deymiz, Belarusya deymiz, Ukrayna bular bir bütün bulup yani Rusiyaga tabe bo'lgan bir planı var hamdi Rusiyanın. Çünkü Putin'ninki ideyasında şu burunqi Çarlık Rusiyanınki zemini yoki Sovetler vaqtidagi o zeminni eslaydigan mundaq bir eni var. Yani bunda bir düşünce var. Hoş. Belki isimizde vardı. Şu 2000 yılında saylam ötküzüp olup şu Putin o St. Petersburg'da o 1. Petro padişahının ki heykelinin astıda Rus halkıga nutuk verdi de kazanğandan keyin. Deydi sizler manga 20 yıl birinler men sizlerge kudretlik bir Rusya berimen dep. Hazır 25 yıl ötep oldu. Pek mi kudretlik bir Rusya'nı beremedi ama Putin yani hakimiyetten ayrılığıca mıjna güçlük yani Çarlık Rusya vakti ya da Sovyetler vakti dek bir güçlük bir Rusya'nı kurup çıkıman deydiğen bir niyeti var. Şununla Ukrayna meselesinde bu Putin pek cık taviz vermeydi de böyleyim. Hoş. Ama Trump'ma Ukrayna'nı tamamen Rusya'ya bir bitişini belki istemeydi de böyleyim. Şununla bula otturdaki bir yoluna tepip Rusya'ya cık menfaatini berip durup bir ahırılış mümkün. Yani ben bundan mı oylayman, nurgun adam başına oylaydı. Amerika şu Rusya'na yeniga epturu. Yani Rusya mı Xitayning Rusya mı Amerika'nınki strateji rakibi. Buna şu Trump'nki birinci qitim hakimiyetga kelgan vaqtida 16'dagi saylamni kazangandan keyin 2017'nin 12 ayda hükümetinin çıkargan bir ücreti buludu. Amerika hükümeti açına işleydi. Her bir yeni hükümet gelse bir milli xavfsizlik strateji ücreti deydigan. Hoş. Yani milli strateji ücreti deydigan ücretini çıkardı. Bu ücrette şu Trump'nınki ideyası bilan yazıldı tabi. Rusya ve Xitay Amerika'nınki strateji rakibi buldu. Ve bu terörizm bilan jang qilish, kurash qilish o devir ötep ketdi. Hazır bu iki çoğun devlet ile kurash qilish vaqti keldi deydigan. Bu hazır mı Trump aşındaki kördü dep oylayman. Yani Amerika'ga ziyan beraleydigan şu iki çoğun devlet var dep. Şununla bu her ikisiga karşı bir vakitte bir zeminde iki devletga karşı çıkış Amerika'nınki küçü
aciz kelib qoldi. Shuningga bu ikki kuchni Birini yeniga tortib. Bölüş uchun Rusiyani yeniga ilib olish lozim. Xo'sh, xo'sh. Xitoyni joylash uchun Xitoyni hal qilib bo'lgandan keyin Rusiyani hal qilish osonga to'xtaydi. Yana bu İran, Rusiya, Xitoy üç bulum strateji hamkorlikni buzish. Shu. Shuningga bu chetdan degan vaqtida Ukrainaninki bir qism iglik huquqini shu Putinga topshirib berishda Trump ma'qullaydi deb o'ylayman, ammo buningga balki bir mezgil muzokara qilmag'icha bu natija chiqmaydi. Tez suratda chiqmaydi bir natija deb ko'raman. Haqiqatan doktor shu deb o'tgan ikkinchi nuqtangiz yana ayrim bir savolim bor edi shaqdimi? Demak, ya'ni Ukraina bir qurbonlik qo'yga o'xshash hamda hozirgi ahvoldan qarag'an vaqtida Trump agarda sizcha hamda Rossiya shu urush boshlangandan tortib, ya'ni butun Yevropa qo'lladi Ukrainani va nurg'un jazolar üst-üstiga yurgizildi. Shuning qaramasdan chidab hozirgacha davomlashtirib keldi hamda. Trump agarda urushni tamamen to'xtatib ikkisini bir olib kelsa, hozirlar masalan Ukrainaning nurg'un boyliqlarga egalladi desak bo'ldi hamda. Buni imzolaysa, chunki biz yillardan buyon samanchi pulni qo'ral berib bo'ldik deb. Rossiyaga nurg'un talablarni qondirib qilishi mumkin hamda oldimizgi kunlarda. Bundaq bo'lsa, sizga masalan butun Trump agarda urushni to'xtatsa, Yevropa hozirgacha Rossiyaga yurgizgan nurg'un embargoning hammasini butunlay amaldan qoldirishga majbur qolamdi masalan. İşler oңushlanib deyildi. Ukraina nurg'un narsadan ayrildi. Unda bo'lsa amaliyot tabii ki yani Amerika bilan Trump bir şekilde Rossiyani yeniga oldi degan gap. Bu masalalarni jiddiy suhbatda bo'lyapti deganingizda Xitoyni yo'qotish uchun bir tarafdan bu jiddiy bir şekilde davom qilyapti. Yan bir tarafdan qarasangiz, yani Xitoy to'xtamasdan Rossiya bilan ikkisiniki qadimiy mangulik qarindosh do'stlar ekanligini bildirib, İran bilan birlikda masalan manevrlarni o'tkazib degandek buni ko'rsatishga tirishyapti hamda. Oldimizgi kunlarda demak, yani jiddiy bir o'zgarishlarning bo'lganligini ko'ramiz deb desak bo'lamdi yani. Shunday. Bu Amerika o'zining milliy manfaatiga qarab tashqi siyosatni ilib bordi. Misolga Ukrainani bir qism zaminini Rossiyaga berib o'tishni hozirdan boshlab qabul qilib bo'ldi. Bunday misollar tarixda jiq bo'lgan Amerikaning tarixida. Misolga deylik, 1950'dagi Koreya urushi. Xo'sh. Shu yerda ham nima Janubiy Koreyaga yordam qilib turib, oxiri jangni tutamagandan keyin shu maydonni tashlab qo'yib chiqib ketdi misolga. Bu 75'da Vyetnamdan chiqib ketdi va Janubiy Vyetnam hukumatini Shimol Vyetnamga topshirib bergan bo'ldi. Buni Ukrainada bu Afg'onistonda ko'rdik. Xo'sh. Iroqda ko'rdik, az bo'lgan taqdirdami. Ya'ni davlatning manfaati nimani to'g'ri ko'rsa, Amerika hamda shuni qiladi. Shuningga bu Ukrainaning taqdiri shu cho'ng davlatlarning qo'lida hamda. Kichik davlatlarning taqdiri, Sharq Turkistonmi shunda, hep cho'ng davlatlarningki orasindagi bu manfaat to'qinishliklar va yo kelishim bilan munosabatli hamda. Ulug'mi Sharq Turkistonninki taqdirimi shu keyingi 200 yilning ichida har qatim bir o'zgarishda qarasak, shu davrninki cho'ng davlatlarninki qo'llari bor edi. Yaqubekni desak, u vaqtida kim bordi? Angliya, Britaniya, Rossiya bordi, Xitoy bordi. U vaqtida eng cho'ng davlatlar shu edi. Agarda shu 30 va 33 bu jarayonni qaraydigan bo'lsak, kimlar bordi? Osiyoning eng kuchli davlati Yaponiya bordi. Sovetlar bordi. Angliya bordi, Xitoy bordi. Agar 44-49 da bu jarayonni deydigan bo'lsak, Angliya, Amerika, Sovet, Xitoy bordi. Shu davlatlarning orasindagi abaqa degan manfaat to'qinishliklar yoki manfaatda kelishish bilan Sharq Turkistonning taqdirini
aşındaq Xitayga tapşırıp qoyğan bir ahval payda boldu. Bu nayti çonkur ve mürekkep mesele bir yerde desek uzayıp gidiyordu. Demekçi bu çoğun devletler öz ara menpet talışıp kılgan ceriyanda aşına küçük devletlerini kurban kılalaydı. Çünkü özünü qoğdap bayağı bu Rusya meselesi kelsek Rusya biz degenlerini Rusya'ma alıkaçan bildi. Yani meni yeniğe eptirip Xitayga ucum kılış bununki paydası nimo dep onu tarazıga silip tatip bakıdı. Yani Xitay dostluğumuzni kaybetsek Amerika bizge qanchalik yaxshichaqlik qiladi deb o'ylaydi. Yani Xitayni setversem nim bo'ldi deb. Yoki Amerika bilan emas, shu Rusya bilan zich munosabat qurib, birlikda Amerika qarshi chiqsam qanchalik bir foydasi bor deb uni mi so'raydi. Xo'sh. Bir vaqtida balki bilamiz, bir vaqtida shu Putinninki arlab muxbirlarni kutilish bir yig'in qildi. Bir necha soat. Shu yerda bir muxbir so'rabdi, Amerika Xitoyning orasindagi bu jidallashish bag'an siri jiddiylashyapti. Rusya bunda paytda nima qilish lozim deganda Putin bir gapni dediki, Xitoyda bir maqol tamsil bor deydi. Ikki yo'lbars urushsa, sen do'ngga chiqib, ularni kuzat deydi. Yani ikki yo'lbars bir-birisi bilan urushib qolsa, bir yo'lbars cho'qim o'ladi. Qolganmi yardar bo'ladi. Xo'sh. Yani sen döngden tushsa ve her ikkisini qo'lga tushirsa degan gap hamda Xitoycha maqol tamsilda. Xo'sh. Yani Putin aşını mı bildi deganda, hamda bunda deganda. Yani bununki mesajchilar bununla tushundirgan gap. Yani demekçi bu Putin texmi praktik bir siyasetini o'ylavadıdı deb o'ylayman. Yani Rusya'ga kimden bir payda keldi, ziyon kelmaydi, shu yo'lni tanlaydi. Misol, hozirgi paytda nima ish qildi deganda, ham Amerika bilan muzokara qilib so'zlashib, Ukrainaning qismini olmoqchi, Ukrainani palashaliga akamoqchi, hamda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzib tashlamaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Bo'libmi bunda bir paytda, ya'ni hozirgi Xitoy Amerikaning orasindagi bu urush jidallarining chiqishi bilan Xitoymi Rossiyani tashlab qo'ymaydi. Shuningga bu ikkisi, ya'ni Xitoy bilan Rossiya ikkisi bir-birini to'liqlaydigan bir devlet munosabati hozirgacha. Xo'sh. Hamda Putin shuni biladiki, ya'ni Xitoycha maqol tamsilda osmonda ikki quyosh bo'lmagandek yer yuzida ikki podsho bo'lmaydi deb. Yani ama bularni bilib turib, Xitoy bilan yani yer yüzünde ikki podsho bir-birisi bilan hamkorlik qilyapti. Bu hamkorlik qilishninki sebebi yoki bu hamkorlikqa zo'rlab kelgan sebep yani shu Amerika. Misalga deyli, Amerika o'rtalikda yo'qolib ketdi deyli. U vaqtida Xitoy bilan Rossiya ondan keyin jidallashishga boshlaydi deb o'ylayman. Çünkü bularninki alışadigan jiq narsalar bor. Nurg'un chegara meselesi var, toprak meselesi var, O'rta Osiyo jeopolitik meselesi var, Yevropa, Sharqiy Yevropa talash tortish. Ondan keyin Balkan rayonida Xitoy bilan Rossiyaning raqobati bor. O'rta Sharq meselesi bor, Rossiya bilan Xitoyning orasida raqobat bor degandek, hatto Afrikada shunda. Bularninki hamkorlik qilalishi şu Amerika'nınki bu Amerika ameli bir yerde bu ikisini birleştiriyordu. Şununla Amerika'nınki hazırki siyaseti bu ikisini bölmek, acırtmak. Ama acırtmak için Rusya'ya, Putin'e menfaat vermeyince bunu acırtamaysa, yeni alamaysa da düşüngeçke hazır Putin bilen muş münasebetini ilip biriyordu. Aslında şu Putin'ninki Trump'ninki birinci kıtım
hakimiyet beşiği kelgen vaqtida Rusya bilan yaqinlashishga başlagan. Ama o vaqtida meclisin tekshirishi, şu istihbarat teşkilatlarının tekshirishi bilan Trump'nınki Putin bilan yaqinlashishining oldini oldi. Bunun mu Trump mı o ticaret bilan shug'ullanayotgan vaqtida Rusiyaga necha qitim borgan. Yani Rusya'da o'zining shu shirkatlarni qurishga tirishib kelgan. Ya'ni Rusiyaga bo'lgan bir ko'ngildorchilikmi bor, ya'ni u Trump'chi. Xo'sh. Shuningga u yig'ib kelgan chaqda Putinni undaq oson oldig'ili bo'lmaydi deb o'ylayman. Putin aqlli bir odam endi. Hem tarixni o'zininki tarixini bildigan, qalgan munosabatni bildigan bir bir lider. Hem de bu keyingi şu yıllarda iqtisodiy bisim kelgandan keyin, finans jihatdan bisimlar kelgandan keyin, embargolar bo'lgandan keyin, bunu boshqa asas iqtisodlar var, misalga xalqning yeydigan, ichadigan bilan munosabatli iqtisodni kuchlantirdi asta-asta. Çünkü sırtta embargo kelse nurg'un narsalar to'silib qilib, Rusyani bek avarchilik qildi ketdi. Çünkü Rusya'nınki iqtisodiy kuchining ikki tarafi var. Birisi kural, birisi enerji. Ama onundan sırt iqtisodiy kuchlik emas, boshqa sohalar. Uni kuchlantirishga tirishyotir. Ma u jang tugasa balki texmi ashuni o'ylashim mumkin. Bu boshqa sohalarni kuchlantirishga to'g'ri keldi deb qilish mumkin. Yani bunchalik bir aqli bor. Shuningga Trump şu Putinga istaganini beramasa, bence unda aldirab nim qilmaydi, Xitoyni tashlab qo'ymaydi deb o'ylayman.